Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus. Qornim juda ham ochdi. Lekin baribir uyda hech kim yo'q. Nima? Qanjiqlar. Tezroq yuguringlar. Ikkalangni ham hozir o'ldiraman. Jasorat ko'rsatish vaqti. Hoy, tezroq qochinglar. Hoy, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ularni yaxshi ekanligidan xursandman. Lekin men ularni yig'latdim shekilli. Kechirasizlar. Endi men shunday qilib o'lamanmi? Bu shiftni eslolmayman. Shifoxonadamanmi? Men ba'zi odamlarga yordam berganimni bilaman, lekin menga bunday bezalgan shaxsiy xona kerak emas. Kain sama. Kain? Sen onangni eslayapsanmi? Onammi? Lekin men Kain sama. Nima? Bu kim? Yaxshimisan? Albatta yo'q. Bu kim bo'ldi? Janursan, bu kim bo'ldi yana? Men qayta tug'ildim. 1-2. Yaxshimisan, Kain? Sen kimligingni eslay olasanmi? Xonim, u biroz sarosimaga tushgan bo'lsa kerak. Axir u bir hafta uxladi-ku. Menimcha haqsan. Seni isitmang tushganga o'xshaydi, lekin sen ko'proq dam olishing kerak. To'g'ri, seni qorning och bo'lsa kerak. Shu yerda kutib tur, men senga sho'rva tayyorlayman. Silviya. Ha, men hozir olib kelaman. U tayyor bo'lguncha dam ol. Ma'zur tutasiz. Ular kim edi o'zi? Silviya? Meni onam? Men yosh bolaman. Xuddi mangedagi kabi, men qayta tug'ildimmi? Bu degani men rostdan ham o'libman-da. Lekin o'sha ikkita qizni men qutqarib qoldim. Ha, mayli. Agar men qayta tug'ilgan bo'lsam, birinchi navbatda atrofni tekshirishim kerak. Bosh qahramonni hech narsa tushunmagani uchun aqldan ozishi odatiy hol. Kain sama, sho'rvangiz. Qani? Kain sama. To'shakni ho'lladingizmi? Unday bo'lsa, biz darhol tozalashimiz kerak. Hech kim g'azablanmaydi. Yo'q. Buni hech kimga aytmaymiz, hech kimga. Sizga yoqdimi? Ha, unda ta'mni his qilyapsiz ekanda. U haq. Men bu sabzavot va go'shtni ta'mini sal pastroq his qilyapman. Majali, ajoyib. Yaxshi ovqatlanayotganingizdan xursandman. Xo'sh, shunda. Hoy, nima qilyapsan? Yaxshi bola, uxlab qolishingiz uchun biroz sizni tebratyapman. Tebratyapman? O'zi necha yoshdaman men? Qasam ichaman, yaxshiman. Ha, u meni uxlatib qo'yishiga birozgina qoldi. Lekin men undan ko'p savollarimga javob oldim. Birinchidan, meni ismim Kain Fol Silford, 3 yoshdaman. Otamning ismi Garm, onamning ismi Sara va yana mendan 2 yosh katta Rene degan opam bor. Sara ikkinchi xotin, birinchi xotinning ismi esa Mariya. Va uni Jen va Alek degan ikkita o'g'li bor. Demak, men Kain, Garmning 3-o'g'liman. Garm oliy martabali zodagon, uni hattoki o'z armiyasi bor. Aynan u davlatning bir tarafdagi chegarasini himoya qiladi. Va Gretsiyani janubida, Esford qirolligini Lord Garm boshqaradigan tarafida maxluqlar o'rmoni joylashgan. Nima, maxluqlar o'rmoni? Lekin tashvishlanishga hojat yo'q, sarguzashtchilar. Nima, sarguzashtchilar? Ha, ular biz uchun yirtqich hayvonlarni mag'lub etishadi. Ular qilich bilan jang qilishadimi? Sehr bilan ham? Albatta, ularni ba'zilari sehrdan foydalanishadi. Nima, sehrmi? Men ham sehrni sinab ko'rmoqchiman. Bu birozgina vaqt oladi. Avval yozishni o'rganib olishingiz kerak. Yaxshi.
Bu dunyoda sehr borligini eshitganimdan keyin hayotimni shu yerda yashashga qaror qildim. Chunki men kelgan dunyoda oxirgi qarindoshim bobom endigina vafot etgan edi. Va men yolg'iz yashardim. U yerda sog'inishim uchun hech narsa yo'q. Nima? Kain yozyaptimi? Bu hali hammasi emas. Kain algebrada mashqlarni ham bajara olyapti. Bu juda ajoyib. Unga bu jasadning ichida yuqori maktab o'quvchisi borligini aytolmayman. Menimcha bizni kichkina o'g'limiz Daho. Silviya juda ham yaxshi dars berar ekan xolos. Kain-sama. Lekin nega birdaniga o'qishga qaror qilding? Isitmalaganingdan beri boshqacha bo'lib qolding. Senga ilohiy vahiy keldimi? Ahvolingiz yaxshimi? Bolalar ovqatni olib kelaymi? Yoki ona suti beraymi? Yo'q, xohlamayman. Men shunchaki bu dunyo haqida hamma narsani o'rganishga harakat qilmoqchiman. Tushunarli. Bu juda ham ta'sirli. Men o'z mulkimni senga qoldira olmayman. Shuning uchun bu ishingni qo'llab-quvvatlayman. Unday bo'lsa, ota, menga sehr va qirollik tarixi haqidagi kitoblarni o'qishga ruxsat berasizmi? Yaxshi. Kain, sen sehrga qiziqasanmi? Kain, bunga tayyorligingga shubha qilaman. Sen ham menga o'xshab suvga cho'milgan bo'lishing kerak. Suvga cho'milgan? Ha. Bu to'g'ri. Sen 5 yoshga to'lguningcha kutishing kerak. Avval uni kitoblardan o'rganishni boshla. Xo'p. Lekin menimcha undan hozir foydalana olmaysan. Menimcha ham. Uddaladim. Nimadir bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Unda yaxshi. Bu sehr edi, to'g'rimi? Men undan foydalana olyapman. Yaxshi, menga muxlis sifatida orzuyim ushaldi. Yaxshi, unda yana bir marta urinib ko'raman. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Unda yaxshi. Ha, men buni yaqindagina o'rgangandim. Reyna opa, sen qachon kirding? Seni qandayligini hammasini bilaman. Qandayligimi? Sen yashirincha tashqi dunyo haqida o'rganyapsanmi? Senga bu haqida o'rganishimni xohlaysanmi? U hech narsani ko'rmagandan xursandman. Shunday qilib, o'sha kundan boshlab Reyna opam har kuni meni xonamga keldi va u menga Esford saltanatining 300 yillik tarixi haqida saboq berdi va uni birinchi qiroli shohlik tashkil etilishidan avval sarguzashtchi bo'lgan ekan. Uni ismi esa Yuya. U menga buni va boshqa narsalarni o'rgatdi. Shoshma, bu yigit yaponga o'xshirgan. Bundan tashqari bu dunyoda elflar, mittilar, odamlar va hayvonlar borligini menga aytdi. Hamda bu yerda yumshoq narsalar bor ekan. Men tezroq tashqariga chiqishni xohlayman. Men cho'qintirilishimni yana 2 yil kuta olmayman. Men kuta oldim. Kain qayerda? Hozir kech qolamiz. Sizlardan uzr so'rayman. Dada. Kain kun yoqimtoy. Uni chiroyli degan bo'lardim. Ha, bu aniq men o'g'lim. Kattakon rahmat. Va nihoyat 5 yoshga to'ldingiz. Sen katta bo'lganingdan xursandman. Men uni unchalik katta bo'lishini xohlamayman. Ota, ona, ikkalangizga ham rahmat. Nihoyat men cho'qintirilishim mumkin. Siz bu kunni uzoq vaqtdan beri kutasiz. Yaxshi ketdik. Bu seni cho'qintirilish marosiming. Undan tashqari yana boshqa ishlar ham bor. Yaxshi. Demak, bu tashqi dunyo ekanda. O'tgan hayotimda orzu qilgan ajoyib dunyo. Qadimiy binolar, askarlar, yirtqich hayvonlar va bu yerda hattoki sehr bor. Rene opa, sehr statusini ko'rish qanday bo'ladi o'zi? Ko'rsata olasanmi? Hozir senga ko'rsataman. Status ochil. Demak, shunaqa ekanda. Nima? Kain sevgilisi degani nima? Yo'q. Buni ko'rdingmi? Ha, yo'q. Rene opa, men shunchaki 3 ta sehrli elementdan foydalanishingga hayron qoldim. Renega sehr ma'budi tomonidan 2-darajali himoya berilgan. Himoya darajali? Sehr va himoyani birdan 5-darajagacha olish mumkin. Daraja qanchalik baland bo'lsa, foydalanuvchi shunchalik iste'dodli bo'ladi. Himoya bu sehrni faollashtirish uchun qancha sehr kerakligini aniqlaydigan juda foydali narsa. U ko'nikmalarga ham ta'sir qiladi. Demak, bu himoya ekanda. Buni senga ma'bud beradi. Ma'budmi? Shunaqa. Marinefordning e'tiqodi bu qirollikda amalda 7 ta.
ustunli ma'budlarga sig'inishga bag'ishlangan. Bugun biz o'sha ma'budlarga 5 yoshda ekanligingni xabar beramiz. Tushunarli. Shunday qilib bu meni cho'qintirilishim. Kainku, umid qilamanki sen ham ma'budlardan ko'p sehr va himoya olasan. Gersog, endi biz cho'qintirish marosimini boshlaymiz. Kain von Silford, Marinford e'tiqodining 7 ma'budiga 5 yoshga to'lganingni ma'lum qilaman. Hayotingni ma'budlarga bag'ishla. Yaxshi. Bu dunyoni yaratgan va hozir boshqarayotgan ma'budlar. Sizga shuni ma'lum qilamanki, Kain von Silford bugun 5 yoshga to'ldi. Endi bu bolaga u borish kerak bo'lgan to'g'ri yo'lni ko'rsating. Bu yorug'lik nima? Qayerdaman? Biz 7 ma'budlar yashaydigan ma'budlar dunyosi. Bu kunni uzoq kutdik, Kain. Yo'q. Shinakaziya. Nima? Cho'qintirilishda ma'budlar bilan shaxsan ko'rishamanmi? Buni menga hech kim aytmadi. Telegramdagi Anibro kanaliga qo'shilinglar. Meni ismim Zenom. Yaratish ma'budi va bu dunyoni yaratuvchisi. Nima? Men uni qandaydir ahmoq g'alati kiyimlar kiyibdi deb o'yladim, lekin bu ma'budmi? Darvoqe, men ma'bud bo'lganim uchun sen hamma xayollaringni o'qiy olaman. Va endi seni qayta tug'ilishing haqida Raym unga ayt. Men ismim Raym. O'lim va qayta tug'ilish siklini boshqaradigan ma'budi. Rostdan ham, seni o'liming juda ham kutilmagan bo'ldi. Nima? Sen o'sha ikkita qizni himoya qilding, to'g'rimi? Qanjiqlar, ikkalangni ham o'ldiraman. Jasurlik qilish vaqti. Lekin sen bu yerda yo'q bo'lganingda ham jinoyatchi yugurayotganda qoqilib yiqilib o'tkinchilar tomonidan ushlab olinardi. Nima? Bu menga u yerda kerak emasligimni anglatadimi? Meni o'limim behuda bo'ldimi? Shunaqa. Lekin buni amalga oshirish uchun katta jasorat kerak edi. Qolaversa, sen o'lganingdan keyin u jinoyatchi qotil sifatida ayblanib qamaldi. Raym, unga biroz yengilroq qilib ayta olmaysanmi? Uzr so'rayman, lekin sen u yerda yaxshilik qilish uchun o'lganing sababli yer ma'budi mendan seni bu dunyoda qayta yaratishimni so'radi. O'shanda bu ish yaxshi bo'lganmi bilmadim. Garchi seni emizish va tagligingni almashtirish bu senga katta ruhiy azob beradi deb o'yladim. Shuning uchun xotirangni bloklamoqchi edim, lekin negadir 3 yoshingda hammasini eslading, kechirasan. Yo'q, kechirim so'rashga hojat yo'q. Xotiram qaytganidan keyin men tezda yozishni va sehrdan foydalanishni o'rgana oldim. Bundan tashqari eng muhimi, men otam, onam va opam bilan baxtli hayot kechiryapman. O'tgan hayotdagi xotiralarimni men bilan qoldirganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Ha, ajoyib. Menga u yoqib qoldi. Mening ismim Reno, sehr ma'budasi. Kain-kun, sen allaqachon sehr bilan shug'ullanyapsan, to'g'rimi? Men senga himoya beraman, shuning uchun qattiq harakat qil. Yaxshi, men ham senga o'z himoyamni beraman. Ishonchim komilki, biz yana uchrashamiz. Yana uchrashamizmi? Urush ma'budi Sarnos. Faqatgina sehr emas, qilich va jangni ham o'zlashtirishni unutma. Men ham senga himoya beraman, mushaklaringni o'stir. Mana bu mushaklarga qara. Va men Grim, texnologiya ma'budi, senga himoya beraman. Bu dunyoda texnologiyalar ko'p emas. Shuning uchun avvalgi bilimlaringni ishlatishim mumkin. Faqat oshirib yuborma. Savdo ma'budi Panamman. Meni himoyam bilan sen hukm va asboblar qutisidan foydalana olasan. Undan yaxshilik uchun foydalan. Men yer ma'budasi Belaman. Men ham senga o'z himoyamni beraman. Lekin meni himoyam biroz o'ziga xos. Qaytganingdan so'ng turli xil narsalar qilishga harakat qil. Kattakon rahmat. Xo'sh, bizda bor narsa deyarli shu. Qaytganingdan so'ng meni himoyamni olganingni tushunasan. Ha. Mayli Kain, yana ko'rishguncha. Kain-kun, Kain-kun. Men ilgari ma'budlar bunchalik yarqiraganini ko'rmagan edim. Ehtimol buni juda ko'p himoya olganini anglatadi. Kain, bizga statusni ko'rsata olasanmi? Bu yerda bir gap bor. Kechirasiz, meni oshqozonim birdan og'riy boshladi. Hoy Kain, shoshma, hoy Kain. Status ochil.
Ularga buni ko'rsatmaganimdan xursandman. 10. Jang kurash asboblar qutisi 10. Yaratish mabudi 10. Hayot mabudasi 10. Sehr mabudasi 10. Yer mabudasi 10. Jang mabudi 10. Texnologiya mabudi 10. Tijorat mabudi 10. Bu mabudlar nima qilyapti o'zi? Eng yuqori daraja 5 emasmidi axir? Mana nima uchun shunaqa kulgan ekanda? Jin ursa men buni yashirishim kerak. Men buni hech kimga ko'rsata olmayman. Uni yashirishni biror bir usuli bormikan o'zi? Men buni seni sehr yaratishing uchun qildim. Statusni yashirishdan foydalanib ko'r. Ha, mana shu yaratish ma'budi. Senga katta rahmat. Status yashirin. Kuttirganim uchun uzr. Oshqozoning yaxshi bo'lib qoldimi? Ha, Rena opa, kattakon rahmat. Kelinglar, Kainning 5-tug'ilgan kunini nishonlaymiz. Tug'ilgan kuning bilan Kain. Tug'ilgan kun bilan. Qanday bo'lmasin, cho'qintirish paytidagi bu yorug'lik nima deb o'ylaysan? Meni bolaligimda ham, Reni bilan ham bunday bo'lmagandi. Kain, statusingni tekshirib ko'rdingmi? Ha, men ma'budlardan juda ham ko'p himoya oldim. Yaxshi, unda bizga ko'rsatasanmi? Ha, mana bu meni statusim. Nima? U nafaqat yaratish ma'budinikin olgan, qolgan 6 ta ma'bud ham unga himoya bergan. Va buncha ma'naga qanday erishding? Janursi, men buni tuzatmabman. Hatto saroy sehrgarlarida ham atigi 10 mingga yaqin va sen atigi 5 yoshdasan. Va yana senda asboblar qutisi va hukm ham bor. Qaysi yo'nalishni tanlasang ham muvaffaqiyat kafolatlanadi. Kain-ku ajoyibsan. Bu ajoyibdan ham ko'proq. Statusingni boshqa hech kimga ko'rsatma. Bu juda istiqbolli, ammo qirollik seni tahdid sifatida ko'rishi mumkin. Bitta noto'g'ri qadam va qirollik seni nazoratga oladi. Sebas va Silvia hatto devorga ham aytmang va buni tug'ilgan kun marosimida ham hech kim bilishiga yo'l qo'ymanglar. Yaxshi. Meni cho'qintirilishim shunday tugadimi? Qanday bo'lmasin, meni statusim juda ham baland ekan. Bu nima o'zi? Sehrni chaqirish haqida kitob? Qiziq, momiq hayvonlar chaqira olamanmi? Bu ruhimga haqiqiy shifo bo'ladi. Silvia, hali kelmasa kerak, to'g'rimi? Chaqirish. Qani chiqa qol, momiq hayvon. Maxluqma? Bu umuman yoqimtoy emas. Parma, bu yerda nima qilyapsan? Ikkalangiz ham yuguring. Menimcha bu jasorat ko'rsatish vaqti. Olov! Kain-kun! Men shunchaki ularni himoya qilishni xohladim. Men ularni yig'latmoqchi emasman. Qaytarish. Kain-kun! Aka! Ha, mushuk quloqlari. Kain-kun! Bir marta bo'lsa ham ularni ushlashni xohlardim. Va shunday qilib, hammasi o'z poyoniga yetdi. Kechiringlar. Sizlarni yana yig'latdim. Men yana shunday qilib o'lamanmi? Kain-kun! Nima? 1 2 1 2. Men tirikman. Xudoga shukr, Kain-kun. Jarohat oldingmi? Men hozir dam aytib kelaman. Ahvolim yaxshi. Rostdanmi? Ha. Sizlar qo'rqitganim uchun uzr. Kain-kun, juda ham xursandman. Sen tiriksan. Men o'shanda 2 ta qizni yig'latgan edim. Ammo bu safar u tabassum qilyapti. Reni opa. Kain-kun. Demak, men bu dunyoda odamlarga yordam bera olaman. Hammangizni sharofatingiz tufayli men 5-tug'ilgan kunimga eson-omon yetib keldim. Lekin men hali yosh va tajribasizman. Shunday ekan, bundan buyon ham sizlar menga yordam berishingizga umid qilaman. Kain, sen men uchinchi o'g'limsan. Shuning uchun senga meros qoldira olmayman. So'rash imkoniyatiga ega bo'lganim uchun kelajakda kim bo'lishni xohlaysan? Ha, men turli joylarga tashrif buyurishni xohlayman. Ko'p narsalarni o'rganishni, muhtojlarga yordam berishni
va turli odamlar bilan uchrashishni xohlayman. Shunday qilib, hammangizni tabassumingizni himoya qilish uchun sarguzashtchi bo'lmoqchiman. Zenom Sama unga 5-darajadan yuqori himoyalarni berish to'g'rimikan? Aslida bu ham yetarli emas. U 16 yoshiga to'lganida bu saltanatdagi yo'q, u butun dunyodagi eng kuchli odam bo'lishi kerak. Chunki shunday payt keladiki, bizga Kainning kuchi albatta kerak bo'ladi. Kain Sama, iltimos shoshiling. Keyingi qismda esa